Iris uylaringizni sotib chetga ketyapti-ku. Yo'q-e. To'xtachi, hozir qo'ng'iroq qilib ko'ray. Абонент временно недоступен. Ayollar bilan o'ynashganing yetmagandek, endi uyni ham sotmoqchimisan? Malika, Ha. darsga kirmaysanmi? Bo'pti, hozir kiraman. Afsuski, shu kuni ayol alamini turmush o'rtog'idan emas, o'zidan va 2 nafar norasida go'dagidan oldi. Birinchi turmushi o'xshamay bir nafar farzandi bilan ajralgan ayol ikkinchi marotaba Toshkentda istiqomat qiladigan erkak bilan shar'iy nikoh orqali oila qurib, yana bir farzandni dunyoga keltirdi. Buxoroda o'qish borligi sabab bolalar bilan ota uyga Romitan tumaniga kelgan ayol shu vaqtda uyini sotib ketayotganligini bilib qoladi. Bunday xabarni eshitib, ayol o'zi va bolalarni chuqurligi 2 metr keladigan kanalga tashlab, 4 va 2 yoshli norasida go'daklar joniga suiqasd qildi. Shu atrofda istiqomat qiladigan fuqarolar shu kuni ayol va 2 nafar farzandiga yordam berib, ularni suvdan chiqarib olishadi, ammo afsuski 2 nafar bolakaylar og'ir holatda kasalxonaga yotqizildi. Romitan tuman sudida ko'rib chiqilgan ishda ayol o'z aybini tan olmay stress holatda ekanligini va bunga erining xiyonati sabab ekanligini ta'kidladi. Ammo odil sud hukmi shunday bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Romitan tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismining A va bandlari bilan aybli deb topilib, unga nisbatan shu modda bilan 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Anglashmovchilik va janjallar har bir oilada uchrashi tabiiy, ammo buni bosiqlik bilan hal qilish lozim. Zero o'ylanmay qilingan xatolar panjara ortiga yetaklamasin. Xulosa o'zingizdan.